Ekadakani olma. Mana bu qismga alohida e'tibor berish kerak. Просто relax atmosferniy zona, kechqurun salqin tushganda olov yoqib o'tiramiz. Juda ham yoqimli. Hamma qiziq bo'lgan mana bu ekadachamiz. Ekadachi bor yo'q 45 kvadrat. Bor yo'q 45 kvadrat, lekin juda ham qishda issiq, yozda salqin joy. Kichkinagina demak, kuxnya qilingan. Hozir hamma yoq bardak, конечно. Холодильник qo'ydik, sanuzel. Obedda ozgina mizg'ib olish uchun spalnasi bor. Baraka topsin. Hamidjon akalar 25-30 kunda bitirib berishdi. Maza qilib o'tiramiz.